kompaniyamiz tomonidan keltirilgan Sangin Extra gerbisidi sepilgan joyda turibmiz. Asosan sizda nima o'tlar muammo edi? Bizda shu pechak, qora pechak, sho'ra, qo'y tikan edi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, fermer akalar. Mana bugun 2025-yilning 24-aprel kuni Toshkent viloyatida Yuqorichirchiq tumanida Guliston hududidagi Doniyorbek fermer xo'jaligini rahbari Jasur aka hamda bizni Toshkent viloyatidagi vakilimiz Dirmot aka bilan birgalikdamiz. Ushbu dalalarga mana fermer xo'jaligi rahbari Jasur aka bilan kompaniyamiz tomonidan keltirilgan Sangin Extra gerbisidi sepilgan joyda turibmiz. Batafsil ma'lumotni Jasur akadan so'raymiz. Jasur aka, sepishni tartibini qanaqa qildingiz? Boshidan bir fermerlarga tushuntirib bering. Shudgor qilingan holatda sepdingizmi, tekizlangan, mola bosilgan, shuni aytib bering. Birinchi molani soldik. Birinchi molani solganimizdan keyin 3-aprel kuni ashanaqani sepdik. Dorini sepdik. U gektariga 200 gramdan sepdik uni. To'g'ri. Shunda 1 gektarga 200 gram bo'lsa, bitta o'ximiz 3 gektarga yetadi. 600 gram qo'shib sepdik. Aka, buni sepgandan keyin tuproqqa aralashtirdingiz-a? Tuproqqa aralashtirdik uni. Necha kundan keyin ekdingiz? 2 kun. O'sha ichida yomg'ir yog'dimi? Yomg'ir yog'di. Yomg'irdan keyin ekdik. Hozirgi holatda mana bu tarafga, o'ng tarafga sepilmagan ekan, bu tarafga sepilgan ekan. Asosan sizda nima o'tlar muammo edi? Bizda shu pechak, qora pechak, sho'ra, qo'y tikan edi. Operatorimizdan ham iltimos qilamiz. Bu tarafga mana bu tarafga sepilmagan, preparat sepilmagan va mana qo'y tikanlar. Bu tarafga preparat qo'llanilgan. Mana shu Dirmot akamdan bu tarafiga preparat sepilgan. E'tiborlaringizni faqat paxta maydonidagi 2 pallali, ya'ni keng barglik begona o'tlarga qaratishlaringizni eslatib o'tardik. Chunki bu preparat ajriqqa yoki g'umayga yoki qamishga ta'sir etmaydi. Aka, bu paxtani unib chiqishiga, rivojlanishiga ko'pchilikda savol bo'ladi-da, Dirmot aka, ta'sir qildimi, qilmadimi degan. Shunga nima fikr bildirasiz? Yo'q, ta'sir qilmadi. O'sha paxtamiz o'sha birinchi chopig'i boshlaganmiz. Xudo xolasa yomon emas, yaxshi hammasi. Aka, endi baribir preparat tegmay qolgan joylarida bitta hamda baribir uchrayapti. U o'qida sepgandan keyin bu ariq bo'lmaydi. Traktorchilar ham qolib ketgan 1 metr, 2 metr joylarda u chiqib ketdi. Lekin chopiqchi agreh bo'lib. O'tgan yilgiga qaraganda mana o'zingiz bitta fikr aytdingiz. Mana chopiqchilarim har yili 43 gektar paxtani 20 kun, 25 kunda chopadigan bo'lsa, hozir 8 kunda bitiryapti. To'g'ri. O'tgan yilgi holatlar bu dalada ham paxta bo'lganmi? Bu o'tgan yili bug'doy bo'lgan, o'tgan yilgisi oldingi yili paxta bo'lgan. Holati qanaqa edi загрязнённость endi, ya'ni mana eng ko'pi qora pechak bilan sho'ra, mana qo'y tikan chiqib ketardi. Demoqchimanki, qay darajada chiqib ketardi bu polada? Mana u вообще dahshat chiqib ketardi, dahshat. Bu ish pol emas. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta yangiliklardan sizlarni xabardor qilib boramiz. Sog' bo'linglar.